Nech pul? $2. Ikkita olaman. $22. Bittasi qancha buni? $2. Qanaqa ikkitasi $22 bo'ldi? $22 bo'ldi ikkalasi. Hisoblab berish kerakmi sizga? Hisoblab ber, qanaqa hisoblading? Ishonmaydi bular. Hisoblab beramiz. Bittasi $2. Hop. Bittasi $2. Mana. 2 ni qo'shsa 22 bo'ladimi? Xato emas-ku mana. Like senga. Bittasini olmayman. Bittasi. Bittasini olmasangiz, mana bittasini ayiramiz. $20. Mana. Bittasi qanaqa $20 bo'lib qoldi? Mana hisoblab yozdim. To'g'ri-ku, xato emas. Buni ham olmayman. Hech narsa olmadim. Yana bittasini minus qilamiz. $18 berib ketasiz. Hech narsa olmasdan $18 berib ketamanmi hozir? Shuncha hisoblab berdimmi sizga? Matematikani qayerda o'rgangansan? Maktabda Bo'ldi, tamom. Boshqatdan hisoblaymiz. Bittasi $2. hop, malades. Qara, qanaqa $182? To'g'ri, mana shu $182. Bo'ldi, hammasini unutamiz. Men ikkitasini olmadim. Men qaytib ketdim. Mendan qancha bo'ldi? $50. Vo, mujik. Yozma, to'xta, yozma. Hozir $50 yozsa, $18.250 bo'ladi. Bitta mashina puli bo'lib ketadi. Mana $50midi? Ha? Mana. Bo'pti. Xato-ku bu, to'xtang. Nimasi xato? Men pulni qachon berasimda? Qadimku ikkitasini qo'yib qo'ydim-ku. Olmagan bo'lsangiz unda $18 qarzingizni qachon berasiz? Qari, keyin kelganimda.